dalam dil bağına narbadan ağa dalam rummana gül badan hoji dalam dil bağına narbadan Ko'rib turganingizdek azizlar, Biruniyning o'z hofizlari bor, Biruniyning o'z shoirlari, shoiralari bor. Shahloxon Bekjonova mana shu tumandagi 66-maktabning 11-sinfda o'qiyaptilar. Bu singlimiz she'r mashq qiladilar. Ularning mana shu dastlabki mashqlari bu yerliklarga juda ma'qul keldi. Har kimning o'z uyi ulan to'shagi, tug'ilib ko'z yumar makoni bo'lar, bu tuproq zaminning oltin beshigi. Undan ayro chiqsam paymonam to'lar, yurak tomirimga payvand bo'lmaskan. Unda babolarim xok yotibdi, 70 yil qaramlik tunidan keyin shukr mustaqillik tongi otibdi. Qafasdan qutilgan qushcham soli, neki vujud balki ruhim ham ozod. Bugun ona yurtim qaddi kamolin, ko'rib zavqqa to'lgim ko'nglim esa shod. Sulton suyagini xo'rlamas degan naqlga ishondim men takror. Biruniy bobomning muborak xoki, yot afg'on elida yotar idhor. U qaytdi yurtiga, armonlar yetdi, tugadi 1000 yillik sog'inch ayriliq. Bu kunni o'zbegim 1000 yillar kutdi. Oxir barham topdi mash'um chidolik, qadimkat qal'asi yonidagi bog'. Bo'ldi allomaning so'nggi makoni, endi halovatga chulg'andi axir. Yot elda uzilgan bobomning joni, nafaqat Biruniy balki bin Iroq kabi allomalar shul yurtdan chiqqan, ikkinchi Batlimus nomini olib dunyoga tanilgan ilmda chiniqqan. Ertangi kunini o'ylab juda keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Biruniydagi yog'gar hissadorlik jamiyatining mehnat faoliyati bugun maqtasa arzigulikdir. Bu yerda bir kunda 200 tonna chigitdan 25-30 tonna yog' olinmoqda. 1937-yilda ishga tushgan bu korxonani bugun mana shu holatga keltirguncha jamoa a'zolari ham, uning rahbari Safarboy Salayev ham rosa ter to'kdi. Fransiyadan yog'ni qadoqlash uskunasi olib kelib o'rnatildi. Hozir soatiga 1000 shisha yog' quyilmoqda bu yerda. Korxona hududi obodonlashtirilmoqda. Ishchilarga esa qulayliklar yaratilmoqda. Söylese kurban bulayın aklıma karayılar insan. Söylese kurban bulayın aklıma karayılar insan. Sayenden satın ayınca mahsuslar insan. Sayenden satın ayınca mahsuslar insan. Bize bilmez ben ağlarım seni. Aşılan canın ümidini sever, geceler uklamayla hayat sever. Aşılan canın ümidini sever, o geceler uklamayla hayat sever. Günler içinde akıllar gezer, günler içinde akıllar gezer. Yeşil bağlarlar seni, aklıma al kara güzelim seni. Gel yanıma düşüne sırağa, aklıma bir kara gider insanı. Mülkize vermez ben ağlarım seni.
Kalam kaşlarına göz ya, aselden mazal şiir süt ya. Bir calafta bulsun göz ya, aklıma al kara güzelim seni. Aşklarım bir dardır, göğen ayda buna kim diyardır? Garip aşık yüzünü dardır, göğen ayda buna kim diyardır? Yürü yürüse günlerime dardır, yürü yürüse günlerime dardır. Kalanından çıkan çalarım seni, mülkize vermezmem ağlarım seni. Aklıma al kara güzelim seni. Mana bu chehralarga qarab san'atning inson hayoti va mehnatida katta ahamiyati bor ekanligiga yana bir bor amin bo'lasan kishi. Shinam shiypondagi davra, dilrabo qo'shiqlar, jozibali raqslar biruniylik mehnatkashlarining uzoq vaqt yodida saqlanib qolsa ajabmas. Ular erta tong bilan yana dalaga otlanadilar. Biruniyning sha'niga sha'm qo'shish, oilalarining, shu muqaddas vatanning to'killigi yo'lidagi ishlarini davom ettiradilar. Biz ko'rsatuvni yakunlar ekanmiz. Ularga omad tilab qolamiz.